Bitta Instagram foydalanuvchisi ozgina negativ bildirib ketdi, mana qo'yib qo'ydim. O'zi qancha insonga qilib bergansan qayta jihoz deb. Hozir men ko'rsatib o'tib ketaman qancha insonga qayta jihoz qilib berilganini. Mana shu mana qayta jihoz qilinganligi to'g'risida ma'lumotnoma turibdi. O'zingiz o'qishingiz mumkin. Mana qayta jihoz ruxsatnoma, bu yerda ismi, bu yerda faoliyat turi, bu yerda misol uchun to'lov muvaffaqiyatli deyapti. Misol kiradigan bo'lsangiz, o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi, jarayonni kuzatib muvaffaqiyatli ko'rib chiqilgan. Bittasini ochib ko'rsataman, qanaqa bo'lishini. Kirgandan keyin ruxsatnoma ochyapti. Ruxsatnoma beruvchi organ qarori deyapti. Mana mana bitta shtrik kod turibdi. Mana shtrik kodga telefon ustadigan bo'lsangiz, nima ruxsatnoma berilganligi to'g'risida ma'lumotnoma mana shu sirada chiqib keladi. Mana bitta turgan 1 deganda mana shu 1 ichida 10 tadan bo'ladi. Qayta jihoz qilingan klientlar soni. Bu yerda 26 ta. Ya'niki misol uchun 10 tasida 100 ta bo'lsa, 260 ta insonniki turibdi. Mana shu hisobida ko'rsatadigan bo'lsam, например, mana 250 ta insonniki qayta jihozi turibdi, mabda. Kimgadir qayta jihoz bo'yicha ruxsatnoma kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, past raqam qoldiraman. Qayta jihoz qildirib yurgan tanchilar mana shu videoni tez tashlab qo'yinglar.